$3500 qayerlar Tunikafon bo'ldi. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Navbatdagi Tunikafon xizmatimizni Andijon viloyati Hakanda, xudo xolasa mana shunaqa go'zal holatda xonadonlarni bitkizib berdik. Bu joyda ikkita darvoza xonalarimiz bo'lgan, hamda shapkalarimiz, ichkari shapkalarimiz, polni mana figuralarimiz, hamda ko'cha shapkalar, darvoza xonalarda mana kirish qismlari, apshipkalari barchasi MDFli fasonlarimiz mana darvoza xonadagi. Ulas qo'yingki qadrdonim, shu xonadonimizni $3500 ga atigi hamma yo'g'ini o'zimiz olib kelib, xonadon egasini bir dona samarasiga ham ovora qilmagan holatda, xudo xolasa mana shunaqa go'zal holatdagi ishlarni qilib berdik. Agar sizlarga ham shunaqa Tunikafon xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol quyidagi raqamlar orqali biz bilan bog'lansanglar bo'ladi. Xo'p, qadrdonlar, do'stlar, Tunikafonda kvadrat joyda kvadratiga hisoblanmaydi, ishlatilgan materialning kvadratiga hisoblanadi. Buni aytishimizning sababi bukilishi, qayrilishining hisobiga, muzqatilishining hisobiga joyingizning kvadratidan Tunikafon ko'proq ketadi. Sizlar ketgan Tunikaning kvadratiga pul berasizlar. Xo'p, hozirgi paytda 120 ming so'mdan 140 ming so'mgacha Tunikafon xizmatlarini amalga oshirib bormoqdamiz. Shapkalarimizga kobra fasonlarimizdan qilganmiz, oq rangga mokriy rang aralashtirib qilganmiz do'stlar. Xonadonimizni darvozaxonadagi figuralarimizga MDFlardan gullar o'ydirib qilib berganmiz. Qadrdonlar, xonadoningizlarga sizlar ham Tunikafon qilgizmoqchi bo'lib o'ylanib o'tirgan bo'lsanglar, hech ham o'ylanmasdan, ikkilanmasdan bemalol ekranda turgan raqamlar orqali biz bilan bog'lansanglar, xudo xolasa nasib bo'lsa, keyingi Tunikafon qiladigan xonadonlarimiz aynan sizlarda xonadonlar bo'lishi mumkin. Xo'p, do'stlar, xizmatlar hozircha vodiy bo'ylab amalga oshirilib borilmoqda. Lesamiz, samarasimiz, xullas qo'yingki hamma yo'g'ini o'zimiz olib kelib, xonadon egasini umuman ovora qilmagan holatda Tunikafon ishlarini qilib bermoqdamiz. Do'stlar, sizlar ham uylarga Tunikafon qildirmoqchi bo'lib o'ylanib o'tirgan bo'lsanglar, o'ylanmasdan bemalol ekranda turgan raqamlar orqali bizga aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa kelishib olishimiz xudo xolasa oson bo'ladi. Faqat bukilishi, qayrilishini hisobga olgan holatda bizga telefon qilinglar. Joyda kvadratdan bukilishi, qayrilishini hisobiga Tunikani kvadrati ko'payib ketadi do'stlar. Shuni inobatga olib qo'yasizlar. Hammalarga rahmat do'stlar. Sog' bo'linglar.